Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sayva. Bugun sizlarga yana bir kitob olib keldim. Kitobning ismi Tosh qululining hikoyasi. Tosh qululining hikoyasi. Burunning burunisida tosh davlatida bir tosh qulular yashar ekan. Bu tosh qululining Toshqon deydigan bir adishi bor ekan. Tosh qulular bek asta, Toshqon bek tez mangidi ekan. Tosh qululining uningga o'xshash yuguruk bo'lg'isi bor ekan. Shuning bilan u darhol Dana toshbag'ining yeniga berib, "Meningmi toshqondek yuguruk bo'lg'im bor. Qanday qilishim kerak?" deb so'rabdi. Dana toshbaqa buning javobi toshqalaning qaladagi 3 bo'long tosh biladi. Lekin bu toshqala bekliroq yerda, deb javob beribdi. Toshqulalar orzusiga yetish uchun qat'iy niyatga kelib yo'lga chiqibdi. Asta mangsimu chidab mengibdi. Lekin bu yo'l mo'ljallardan uzun ekan. Uning ustiga o'zi bekla asta mangdi ekan. Bir mezgil mangandan keyin zerikib, mangan yo'lini atrofiga ko'rishga boshlabdi. Toshqulalar yo'l bo'yi burun hech ko'rib boqmagan xilma-xil rangarang toshlarni ko'ribdi. Bu bek asta bu sabab mangsumu bu safarning huzurini suzib, har bir toshni qiziqish va hayajon bilan tafsili kuzatib mengibdi. Toshqulalar oxiri toshqalaning yeniga kelibdi. Toshqalar shunchalik egiz ekanki, uning cho'qqisini ko'rgili bo'lmaydi ekan. Toshqulalar toshqalaning egizligidan ozroq qo'rqqan bo'lsa-mu, yanala bo'shashmay uning ustiga chiqish niyatiga kelibdi va asta-asta yamshashga boshlabdi. Toshqulalar toshqalaning cho'qqisiga chiqibdi-da, bulutlarni tunji qatim bunchavala yaqindan ko'rgachga biroz orom olibdi. Ondan yana yamishib, oxiri cho'qqiga yetib kelibdi va atrofiga qarabdi. U cho'qqida turib, 3 bo'long toshni topolmay huduqib, "3 bo'long tosh, qaynaysan? Shuncha uzun yo'lni bekor mangdimmi?" deb baqirishga boshlabdi. Dal shu vaqtda, "Hey, mening ustimda nima ish qilyapsan?" degan ovoz anglanibdi. Toshqulalar hayron bo'lib, "Ha, men seni izlayotgandim. Toshqon adashimga o'xshash itdek mangdigan bo'lg'im bor. Menga yordam qila olamsan?" debdi. "Avval menga yo'lda ko'rganlaringni so'zlab bergin", debdi 3 bo'long tosh. Toshqulalar yo'lda ko'rgan har xil shakldagi rangarang toshlarni bir-birlab so'zlab beribdi. Yo'l bo'yi shuncha ko'p narsalarni ko'rganligini eslab hayron qolibdi va o'zining ko'rgan-bilganlarini boshqalarga so'zlab berishni yoqtirib qolibdi. 3 bo'long tosh: "Agar texmo etdik mangan bo'lsang, bu har xil toshlarni, rangarang toshlarni ko'rolmagan bo'larding, shundoqmi?" deb so'rabdi toshqulalar. "Shundoq", deb javob beribdi 3 bo'long tosh yana. "Undaqda yanala yuguruk bo'lg'im bormi?" deb so'rabdi. Sizcha toshqulalar bu savolga qanday javob berdi? Xo'sh,